Assalomu alaykum China Motors kanalining obunachilari va kuzatuvchilari. Barchangizni China Motors kanalida ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugungi videomiz sotuvda tayyor turgan Jag kompaniyasiga tegishli bo'lgan avtomobillari haqida bo'ladi. Bo'lmasam videomizni boshladik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, birinchi avtomobilimiz Jag G7 bo'ladi. Ushbu avtomobil 1.5 turbinali motor bilan jihozlangan. Ushbu motor benzinli bu hisoblanadi. Ot kuchiga keladigan bo'lsak, 136 ot kuchini o'z ichida jamlagan. 100 kilometrga 7,5 litr benzin sarflaydi va bu motorga siz bemalol propan o'rnatsangiz ham bo'ladi. Avtomat korobkamiz variator hisoblanadi va eng asosiysi Belgiyaning Punch kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda aksiya narxida 245 million so'm bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Lekin o'zining narxi 253 million so'm turadi. Navbatdagi avtomobilimiz Jag GS6. Ushbu avtomobil 1.5 motor bilan jihozlangan, ya'ni turbinali hisoblanadi. O't kuchiga keladigan bo'lsak, 180 o't kuchini o'z ichida jamlagan va eng asosiysi bunga ham siz bemalol propan o'rnatsangiz bo'ladi, lekin bu motorimiz benzinda harakatlanadi va eng asosiysi 100 kilometrga bor yo'g'i 6 litr benzin sarflaydi. Bu robotlashtirilgan avtomat korobkali hisoblanadi. Avtomat korobkamiz Volkswagen Touareg, ya'ni Volkswagen kompaniyasiga tegishli. Narxiga keladigan bo'lsak, 330 million so'm bilan sotilib kelinardi, lekin hozirgi kunda siz skidka narxida 315 million so'm bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Navbatdagi avtomobilimiz bu minivan bo'ladi. Jag M2 Refine avtomat korobkali versiyasi. Ushbu demak minivanimiz 9 o'rindiqli hisoblanadi va boya aytib o'tganimdek avtomat korobkali. Narxiga keladigan bo'lsak, 28500 dollardan emas, aksincha bugundan boshlab siz 26000 dollar bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Navbatdagi avtomobilimiz hammamizga tanish bo'lgan X200 mini gruzavik. Ushbu mini gruzavik 3 xil varianti sotuvda tayyor holda turibdi. Demak, bortovoy varianti, tentovkali varianti va hozir ko'rib turgan promtovarni, ya'ni furgon varianti. Narxlariga keladigan bo'lsak, 248 million 640 ming so'm bilan boshlanadi va 275 million 520 ming so'm bilan tugaydi. Yana bir Jag kompaniyasiga tegishli bo'lgan Jag G3 mini gruzavigi. Ushbu mini gruzavikning 3 xil varianti sotuvda tayyor holda turibdi. Bortovoy variantining dubl kabinaligi, ya'ni 6 kishiligi va xuddi shuning furgon varianti sotuvda mavjud. Narxlariga keladigan bo'lsak, 26 ming dollardan 28 ming dollar bilan hozirgi kunda xarid qilsangiz bo'ladi. Narxlari albatta kelishiladi. Batafsil ma'lumot olish uchun albatta pastdagi raqamlarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi va China Motors kompaniyamizga tashrif buyuring. Aytgancha, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin va kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Barchangizga xayr va keyingi videolarimizda uchrashguncha deb qolamiz.